قربا من Bismillah, alhamdulillah, va salatu vassalamu ala Alloh taolo aytadi: ular o'z sevgan holda miskinga, yetimga va asirga taom beradilar. Biz sizlarni faqat Allohning roziligi uchun taomlantiramiz. Sizlardan na mukofot, na minnatdorchilik kutmaymiz. Yana Alloh taolo aytadi: yoki ocharchilik kunida miskinni taomlantirish, ya'ni ochlik kunlarida muhtojlarga taom berishlik. Hozir G'azo ahli boshidan kechirayotgan ocharchilikdan ko'ra qaysi bir ocharchilik kattaroq? Bugun biz 500 ga yaqin oziq-ovqat yordam to'plamini tayyorlab, aziyat chekkan G'azo ahlimizga tarqatmoqdamiz. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Qiyomat kunida biz guvohlik beramizki, sizlar din yo'lida yordam berdingiz. Chunki Alloh taolo aytadi: agar ular sizdan din yo'lida yordam so'rasalar, ularga yordam berish sizlarga vojibdir. Alloh sizlarga baraka bersin. Hech qanday soya bo'lmaydigan qiyomat kunida o'z soyasida soyalantirsin.